شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Qarindoshlar, biz bugungi darsimizda Sura Baqaraninki 222-oyatiga keldik. Ilgirki oyatda biz jamiyatning asosining birinchi keski hisoblanadigan oilaninki qurilish dastlabki qadam bosqichi haqida, ya'ni er tanlash yoki ayol tanlash, buning qaysi nuqtada turib tanlash haqida so'zlagandir. Endi bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo shu er ayollik munosabatda, oilaviy munosabatda diqqat qilishga tegishli bir qism nuqtalar haqida to'xtalib davatidi. Yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Yani ailedeki er ayol o'ttiridagi er ayollik aloqa hayz orliqida bo'lib qolgan vaqtida bu oyatda buning hukmini bayon qilyapti. Endi hayzlar ayol mayli ruhiy jihatdan, ya'ni psixik nuqtadan yoki jismoniy fiziologik nuqtadan bir qism jafo tortadi hayzdor vaqtida. Ya'ni hayzdor vaqtida ayol kishi ma'lum darajada kuyinishga, asrashga bog'liq. Bu bir tarafi. Ikkinchi tarafi hayz ayol kishining ma'lum bir tozalanadigan vaqti. Ya'ni hayz demak bir ayol kishining badanidagi, bola yotqisidagi ma'lum darajadagi mikroblarning sirtqa eqishi yoki qonlarning sirtqa eqishi deb tushunsak bo'ladi. Bu nuqtadan bu vaqtda er ayollik munosabatda diqqat qilishga tegishlik bir masalalar o'rtaga chiqadi. Ya'ni normal vaqtga o'xshash muomala qilishga bo'lmaydi. Buna deganlik, ya'ni Yahudi nasoralar ilgari ayoli hayz ko'rib qolsa, ular bilan bir uyda o'tirmaydigan, uning qo'lidan tomoq yemaydigan manda nuqtada turib emas, balki ayollarning hayz vaqtidagi ruhiy jihatdagi va jismoniy jihatdagi tatiyotgan ba'zi jafo mushaqqatga nisbatan ularga kuyinish, ularni asrash va bu taraflarni qanday qilish, tushunish masalasi asosli o'rinda tilga olinadi. Oyat davomida astag'firullah va yas'alunaka anil mahid. Ular sizdan hayz haqida so'rashadi. Avval bir tarjima qilaylik oyatni. Dan hayz bir aziyatdir, bir zarardir, bir kasaldir deyotdi. Undan fa'tazilun nisaa fil mahid. Hayz vaqtida ayollardan yiroq turinglar. Ular pak bo'lganga qadar ularga yaqinlashmanglar. Hamda yuyinib pokiz bo'lsa, ularga Alloh buyurgan tarafdan yaqinlashsanglar bo'ladi. Alloh tavba qiluvchilarni va poklanuvchilarni yaxshi ko'radi. Hamda oyatda hayzga berilgan ta'bir qul huwa adhan degan bir ta'bir berildi. Biz bu oyatga yuzlangan vaqtimizda mayli doktorlar vaqti anda vaqt olsun, munda vaqt olsun,
Heyiz deganning anda ta'siri va munda ta'siri va ayol kishi hez vaqtda munda bo'ladi, anda bo'ladi degandek turli tafsir, tushunch, izohatlarni bilib kelsin. Biz uning oldida bir qadam oldida Alloh qo'ygan iymoniy qarashimiz, iymoniy muhabbatimizning turtkisida heyizni aziyat dedi, zarar dedi, kesal dedi, sallamla deydigan bir holatda bo'lishimiz kerak. Ya'ni biz Allohga iymon etdik, Payg'ambar alayhisalomga iymon etdik, Qur'onga iymon etdik, hayotimizningki uslubini, yashash uslubini, hayot manhijimizni, hayot Allohning ta'limotiga ko'ra berishga va'da qildikmi? Heyizni azan dedi, mayli doktor tip nuqtasidan Eyizning qanchalik zararlikligi masalan er ayollik munosabatda uning qanchalik izohat olib kelsin. Tabii u buludu Alloh hikmatsiz ish qilmaydi. Alloh to'sqayada cho'qim bir bizga ziyonliq bir taraf bor, buyruqayada cho'qim bizga bir foydali taraf bor. Buni mutlaqo ishimiz, ammo biz shu izohatlar, halaqi hikmatlar, sabablar o'rtaga chiqishdan bir qadam oldida Alloh qo'ygan iymonimizda buni sallamlar deb qana qilamiz, qabul qilamiz. Yani Allah buni aziyat dedi, biz aziyat deymiz. Allah bunu kesel dedi, kesel deymiz. Allah bunu zarar dedi, biz zarar deymiz. Yaqinlashma dedi, yaqinlashmaymiz. Bu bir tarafı oyatga diqqat qiladigan nuqta. İkinci bir tarafı mahid. Biz tarjima qilgan vaqtda yasalunaka anil mahid fa'tazilu an-nisa fil mahid deganki mahidni heyz deblam. Yani qanday tarjima qilyapti? Heyz qanday qarti. Asli so'z ma'nisidan surishti qilgan vaqtimizda mahid şu o'rinni ko'rsatdi, qanchiqqan o'rinni ko'rsatdi. Kallimizda şu bir hukm bo'lishi kerak. Ya'ni oyatning boshida yasalunaka anil mahid degandan keyin Mush degandan keyin bizning zihnimizda bu haqda bir hukmga nisbatan bir tayyorlik qiladi. Chunki mahidni, hayzni Allah azan degan bir hukmni berdi unga. Bu bir aziyat bu, bir zarar bu. Bu bir xafalık, mashaqqat, jafo, kesal degandek ma'nolarni o'ziga olgan bir so'z bilan ta'birladi ya Allah buni. Hayz degan nima degan savol so'ralgan nisbatan Allah bu bir aziyat degandan keyin bizning kallamizda darro bu haqda bir hukm hozirligi bo'ladi. Ya bu cheklanadi, ya bu harom bo'ladi, ya bu baq degandek. Endi asli hayz ayol kishining hayotidagi tug'ish hayot ayol kishining bo'lib, bu tug'ish hayotidagi bir ximiylik o'zgarish xizmati hayzlar. Yani bu zarur hamda ayol kishining bir tug'ish alohidligi va er kishida yo'q alohidligi. Buning normal bo'lishi uchun bir zarur bo'lgan bir ish. Allah subhanahu va taolo erlarni ayollardan mushta hayzdor holatda yiroqlashishga buyurdi. Chunki hayz zarar, ziyon u. Ergim ayolgami? Tabii ki er ayol o'xshash. Ikkisi. Chunki oyatda aziyat zararlam dedi, ne erga demedi, ne ayolga demedi. Birisi hayz bir qon o'g'achqa er kishiga nisbatan hassasiyat o'rnining pokizligi intayin muhim. Buningdan erga turli mikroblar o'tish orqali ig'ir kasallar, xilma-xil kasallar paydo bo'lishi mumkin. Nugün Allah subhanahu wa ta'ala ayol kishininki balayotqusini yaratdi. Balayotquning tuxum deniva. Bu tuxumdan da necha milyon belkim sansanoqsiz shaklda bir tuxumlarni chiqaradi, urug'larni chiqaradi. Endi shu ikki tuxumdanning birisi uruqcha, ya'ni tuxumcha ajratib chiqargan vaqtida bu changlashmay qolib qolishi mumkin. Ayol kishining balayotqusininki ichki qatlami qon to'qilmasidan tuzilgan qatlamda ma'lum darajada hormonlar pastlaydi. Hormonlar pastlagan vaqtida shu vaqtida hayz paydo bo'ladi. Ammo tuxumdan chiqargan tuxumcha changlashib qolsa, ya'ni homildor bo'lsa, hayz ahvoli to'xtaydi. Changlashmay, undan keyin hormon tuvallab ayol kishining balayotqusining ichki qurilmasini saqlab turadi hormon. Shu vaqtida qon paydo bo'ladi. Ya'ni hayz demak asli jonsiz to'qilmalarni o'ziga olgan bir qon desak bo'ladi. Ya'ni bu vaqtida balayotquning eg'izi yoki
o hassas a'zo eg'izi bir xil yallig'ilnish holat, bu intayin hassas mikroblarning, ya'ni yallig'lantiradigan mikroblarningki paydo bo'lish, o'sib yetilishiga nisbatan intayin bir hassas bo'ladi. Mayli erga nisbatan, mayli ayolga nisbatan. Agar bu vaqtida hayz o'tkazilib salsa, bu vaqtida agar munosabat o'tkazilib salsa, ya'ni bu yerda kasal kelib chiqish ahvoli, yo'qolmish ahvoli intayin yuqori. Bu bir taraf. Ondan boshqa hayz ayol kishininki jismoniy jihatdagi kuchini xo'rtadigan bir ish. Shuna olgandan Allah subhanahu wa ta'ala ayolga ko'ngil bilish uchun hayzlar vaqtida ayol kishini namoz o'qishdan afv qildi, ro'za tutishdan qana qildi, afv qildi. Demak, bu yerdagi masala ayol kishiga nisbatan bir mashaqqat, qiyinchilik, zarar masalasi. Yani ayol kishining shu hayz ko'rayotgan davrining o'zida tortayotgan jafosi o'ziga nisbatan yetarli. Har kishi undan ortiq jafo mashaqqatni uning ustiga atmaslik kerak. Demek bir yerdeki Kur'an-ı Kerim'deki hayz degan bir eziyet degan söz meyli er kişi yoki ayolga qarata umumiy bir söz. Er kişinin o'ziga oladi bu eziyet, ayol kişinin o'ziga oladi. Her ikkilisiga nisbatan o'xshash demakchi. Endi undan keyin eziyet degan so'zni anglagandan keyin zarar degan so'zni hayz to'g'risida Alloh boshqa bir kunda eziyet zarar degandan keyin zihnimizda bu bir eziyet zarar olgan ekan, çoxum bunun qilsa bo'ladigan, qilmasa olmaydigan bir taraflari bo'ladi. Ya'ni bir hukm chiqdi deydigan bir zihnimiz keladi. Zihnimizga shunday hukm. Bu hukmni keyingi oyatda Alloh o'rtaga qo'ydiki, fa'tazilun nisaa fil mahid va la taqrabuhunna. Hayz vaqtida ayollardan yiroqlashinglar, ularga yaqinlashmanglar. Ya'ni bevosita munosabatda bo'lmasin. Ammo ish kiyimning ustidan deyli, yoki sirtidan, ya'ni kindikning usti yoki bevosita o'rindan boshqa o'rinlardan qanday shaklda foydalansa bo'ladi. Va la taqrabuhunna, ya'ni ularga yaqinlashmanglar degani shu aziyat, halqa zarar bo'ladigan o'ringa qanaqmanglar, yaqinlashmanglar. Hatta yathurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Endi oyatda ikki xil ifoda ishlatildi. Birisi hatta yathurna, ya'ni birisi tatahhara fa iza tatahharna. Asli bu ikki so'zning arab tilida yiltizi bir. Lekin yasalgan pil shakli o'xshamaydi. Birisi tahara shaklda, ya'ni birisi tatahhara shaklda. Ammo shuni so'z nuqtasidan o'ylangan vaqtimizda tahara bilan tatahharaning ma'nosi nima bo'lsa, tahara şu hayzning to'xtishini ko'rsatadi. Ya'ni chiqayotgan qon to'xtab pokiz bo'lishni ko'rsatsa, tatahhara pokizlanishni ko'rsatadi. Uyg'urchada shunchalik farqlantira olamiz menimcha. Pokiz bo'lish, pokizlanish, hayzning to'xtishining o'zi pokiz bo'lishga qaratildi. Yuyunish, hayzinki yuyunish pokizlanishga qaratildi. Shunga mush ikki pilning ma'nosining o'tirdi farq bo'lg'achqa o'limaning o'tirdi. O'limaning orasida hayz to'xtash bilan munosabat to'g'rimi, to'g'ri emasmi yoki munosabatni yuyungandan keyin bo'lamdi? Ya'ni yuyunib bo'lgandan keyin degan haqida ba'zi ixtiloflar chiqadi. Biz ixtilofdan chiqish uchun tatahhara degan pilga qaytadan qarab chiqsak, tatahharna degan pil yuyunish degan ma'nosida, ya'ni yuyunish degan ma'noda. Ya'ni davganda biz shu ixtilofdan saqlanish uchun, ya'ni yuyunishdan ilgari munosabatni yo'q deb qaraymiz. Masalan, shu bu haqda biz ixtilofdan chiqish uchun deblam degan gapimiz emas. Chunki Qur'oni Karimdagi har bir so'z ba'zi ma'nolarni, ba'zi ifodalarni o'ziga olgan. Masalan, bu yerda biz tahara bilan tatahhara ikki so'zning yasalish ahvolidagi o'xshamasligi, so'z yasalish ahvolidagi o'xshamasligi qarab ham ba'zi farqlarni chiqardik-ku. Masalan, Qur'oni Karimda Sura Voqeada bir so'z ishlatilgan bayatdan so'zlarning ichidan innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Qur'on buyuk karim Qur'ondir deb kelib, buningga faqat mutahharullah tigidu qog'ali tusulmaydi. Ana shu oyatdagi mutahharun bu yerda shu tahara degan pil qo'llanilgan. Unda bu yerdagi mutahhar kim o desa,
ya aslida Allah pak yaratgan malaikalar yoki inson, chunki insonlar tahorat elib o'zini qanday qiladi, poklaydi degan bir ma'no bilan ikki xil ma'no oldik. Bu nuqtadan tahoratning umumisining ichiga kirib tahorat degan fe'lni yuyinish, tahorat elish orqali o'zini pokizlash degan ma'noni o'z ichiga oladi deb oyat bilan mayani qanaq turib, moslashtirib turib, ولا تقربوهن حتى يطهرن tahorat elish, yuyinish ma'nosini sal kuchlantirgan bo'ldik. U ma'nosini asroq chiqargan bo'ldik shu yerdan. Keyingi oyatlar bilan moslashtirib turib, shu nuqtadan biz ixtilofni yo'q qilib, yuyinishni munosabat qilishning to'g'ri xatoligini o'lchim qildik. Ya'ni, to'xtab yuyinganga qadar munosabat qilish yo'q. Ondan keyin fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Ondan keyin ularga Alloh buyurgan joydan kelganlarga halol bo'lgan joyga kelinglar. Bu haqda keyingi oyatda to'xtalamiz. Innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin. Alloh tavba qilganlarni, o'zini pok tutganlarni yaxshi ko'radi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu yerda bizga bir yaqinlik kirgizadi bizning vujudimizga. Ya'ni bizdan Allah subhanahu wa ta'ala maddi jihatdan pokizlanishni talab qilishdan boshqa ma'naviy jihatdan pokizlanishmi Alloh tarafidan qanday qilindi, talab qilindi. Ya'ni ma'naviy jihatdan pokizlanish oyatning oxiridagi innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin degi tawwabin chiqadi. Alloh tavba qiluvchilarni mutatahhirinlar degani yuqoridagidek bir-birlik hukmlarni qo'sh orqali o'zini pokiz tutganlarni yaxshi ko'rgandan boshqa o'tkazgan gunohlardan tavba qilganlar. Ya'ni insondagi muhim narsa moddiy jihatdagi pokizlikdan boshqa ma'naviy jihatdagi nima pokizlik. Endi biz bu oyatning oxirisida Alloh buyurgan joyga kelinglar degan yerga kelib keyingi oyatda chiqardik. Yahudilar manda bir qarashda, ya'ni munosabatda keyni tarafdan bo'lgan vaqt kelchi oldiga bo'lsa-mu, bola olg'a yo'q qoladi deydigan bir xil asossiz bir fikr botdi Yahudilarningki. Alloh subhanahu va taolo 223-oyatda bu masalani kesib bunda aytadi: Nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashshiril mu'minin. Bu yerdagi Alloh qo'llangan ifoda bizning diqqatimizni tortadi. Qanday ifoda? Nisaukum harthul lakum. Ayollaringlar sizlarning etizliqinglarga o'xshaydi. Etizlik ifodasini qo'llan. Etiz ya'ni harf. Biz bir narsa teriydigan urug' chiqarsak, unidiga ya'ni harf deymiz. Deb bo'lib, sizlar etizlikqa kelinglar, qanday xohlasanglar. Ya'ni etizlik kelinglar, bir narsa terisanglar, unidiga ya kelinglar deydi. Mush nuqta sonida bo'lsin. Ya'ni bu inchki bir nuqta bor. Va qaddimu li anfusikum. Bir hozirlik qilinglar. Bu bir qisqa muddatlik ayol munosabati, qisqa muddatlik huzur yoki qisqa muddatlik lazzat emas. Buning oqibatida, kelgusida sizlar duch keladigan bir muncha jarayon bo'ladi. Balaringlar bo'ladi, kelgusinglar bo'ladi. Balanglar uchun tayyorlik qilinglar, kelgusinglar uchun tayyorlik qilinglar. Va qaddimu li anfusikum degani sizlar bu masalani oddiy necha minutlik, necha vaqt qisqa muddatlik bir bunda bo'plam o'tib ketadigan bir vaqt deb o'ylamanglar. Amaliyotda bir cho'ng kelgusi hayotning boshlanish nuqtasi. Bu yüzden ishning hammani xuddi boshqa ishlarimizni Allohga tavakkul qilib, Allohga tayinib, Allohning nomi bilan boshlab xayrlik shaklda boshlab, xayrlik shaklda oxiratga umid qilganda bu ishni shu shaklda boshlang degan ma'noda. Vattaqulloha va alamu annakum mulaqu. Bilinglarki sizlar Allohga qo'shilsizlar va bashshiril mu'minin. Mu'minlarga xush bishorat bilan 23-oyat, 223-oyat oxirlashdi. Endi oyatdagi mazmun qaraganda Alloh subhanahu va taolo ayolga nisbatan o'zaro munosabatda har qanday bir shaklni, har qanday bir holatni yo'l qo'yib, uni to'g'ri qilib berdi. Ammo shart cho'qim bu ish unidigan, ya'ni urug' sosi unidigan yerga bo'lishi kerak. Endi har so'zi bayatman asroq deb o'tdim. Bu nuqtani bizning diqqatimizni tortadi. O'xshityapti bu yerga. Ya'ni yerga dehqon urug'ni kelib soladi, urug' unidi. Ya'ni
ayol erning o'tirdagi munosabat cho'qim mushu shaklda bo'lishi. Ammo unmaydigan o'rin qanday bo'lib ketsin, u to'g'ri emas. Ya'ni urug' selib unadigan o'rin ayolning oldi tarafi, ammo keyin tarafi. Chunki ba'zi kishilar anna fa'tu harsakum anna shi'tum degan oyatni xato tushunib olgan ahvollar. Bu ziroatgarliklarga, etizliklarga qanday xolisanglikning degani mana ne kelsak, qanday kelsak bo'ladi. Ya, oyatdagi ishlatilayotgan hars ziroat degan ifoda, ziroat terish, o'nish, etiz degan ifodalarning hammasi bizga bir narsani ishorat qilyapti. Ya'ni urug' selib, bug'doy uniga o'xshash urug' selib, bola unadigan o'rin bizning keladigan o'rin, undan boshqasi, ya'ni boshqa taraf keladigan o'rin emas. Undan keyin oyatning oxirisida vaqaddimu li anfusikum hozirlik qilinglar degandek. Sizlar masalani shunda bir ayol munosabatida o'tkazadigan qisqagan bir vaqt, qisqagan bir lazzat huzur deb o'tib ketsang bo'lmaydi. Bu ishninki mas'uliyati va mashaqqati va kelgusida oladigan sizlarga yuzlanib kelayotgan bir reallik va buning bu jafo mushaqqat mas'uliyat nuqtasini aytgan vaqtda agar Alloh bu mas'uliyatni bu ishga bog'lab qo'ymagan bo'lsa, balkim kishilar hammasi u ishdan qochishi mumkin. Hala bugungi kunda ashtabotida xalqlar tug'maymiz deb amallar bilan uni buni qilyotdi. Ammo inson naslining davom qilishi uchun Alloh subhanahu va taolo bu buyuk mas'uliyatni ashta inson qiziqadigan ishlarga qanaq qo'ygan, bog'lab qo'ygan. Amal yo'q. Ammo shunda turib ya'ni insonlar mas'uliyatsizlik qilmasin, masliga ko'z yumuvamisin degandek ma'noda Allah bizga eskertib davatudu ve qaddimu li anfusikum. Meseleге optan qaranglar. Sizlar bu yerda bir o'tkincha vastini bütün g'oyanglar qarayolmanglar bir vasta. Sizlar bu necha vaqtni o'tkazsizlar, undan keyin ko'z oldinglarga keladigan, sizning kelgusida keladigan bir reallik va oldinglarda. Bir mas'uliyat va oldinglarda. An mushadin bir narsa qilib turibdiki, ayollik turmushning tüp maqsadi ayolning tug'ishi, kelgusi avlodlarning o'rtaga chiqishi, kelgusi jamiyatning yaratilishi. Yani bu yerdagi vaqaddimu li anfusikum degani shu. Ya'ni sizlar bu ishni bu shaklda tushunib olmanglar. Bu bir qisqa muddatlik, yoki mening ko'nglim holati, yoki uning ko'ngli holati, bu bir ko'ngil huzuri, yoki bu ish yo'q. Bu degan birinchi qadam. Sizlar mushaydan başlaysizlar, endi kelgusi ona başlanadi. Mushaydan andikan homildorlik bo'ladi, balanglar bo'ladi, balanglarning kelgusi hayot bo'ladi. Sizlarning ustinglarga shu kelgusidagi bütün mas'uliyatlar ustinglarga qanday qilinadi, ortiladi. Unda bo'lgandan keyin bu ishni sizlar tunji qadam deb turib boshlaganinglarda ishni xayrlik bilan boshlanglar. Qanday boshlaymiz xayrlik bilan? Rasululloh bizga o'rgatgandek boshlaysiz. Ya'ni yaqinlashgan vaqtida cho'qim Allah'ını eslep turub başlaysılar. Allahümme cennibni şeytan ve cennibi şeytana ma razaktani. Ey Allah bizni şeytandan yarak kısla, bizge rızık bıradığamış balımızını şeytandan yarak kısla. Ve bu şekilde başlaysılar işte. Anlakin balısı bu şekilde başlayan vaxtda tüm kademinin tuncisi Allah'ın namuletlığını qalıq için ondan keyin doğulğan balılar şeytanın olcusuğa aylanmaydı. Şeytanın olcusuğa aylanmaydı. Mesela siz bir yerga urug' soldingiz, bir narsa undirman deb, haqiqatda undirguchi kim u? Alloh. Haqiqiy undirguchini urug' solgan vaqtingizda asildingiz degan gap sizning bolangizga nisbatan mangulik bir mudofaa temiz soldingiz degan gap. Mangulik bir qo'g'diradigan pardadan birini bolangizga qilib berdingiz degan gap. Aksi taqdirda-chi Allohning zikrini unutgan meseleni qisqa muddatlik bir lazzatni asosiy maqsad qilib olgan shaklda bo'lgan ishlarning natijasida o'tirib chiqqan bola shaytonning o'ldirib ketish ehtimoli intayin yuqori. Shunga mayadagi vaqaddimu li anfusikum degani ish bu shakldagi oddiy ish emas. Bu bir kelgusidagi hayotning boshlanishi. Buning uchun sizlar tayyorlik bilan tushishinglar kerak bu ishga. Ishni beshidan oyog'ini oldi-keyini ko'rib turib tushishinglar kerak. Demekçi yani. Yani Allah'ını esleyse, şeytandan panoh dileyse, Allah sana bu sebep bilen senin kılgan bu ehmiyetdaginin köngül bölgünün muş işqa
qilgan hozirliqing sababli sana yaxshi solih farzandlar bo'ldi, solih farzand sana duo qiladi, bolalarga sana duo qilishni o'rgatadi, ballarga o'rgatadi. Masala zanjirsimon holatda qiyomatga qadar sana nisbatan bu bola, bu avlod bir savob zavodiga aylanadi, ya'ni sadaqa joriya bo'ladi demakchi. Ya'ni bu bizning kelgusimiz uchun hozirlaydigan bir hozirlik. Shunga tunji qadamdan tortib. Qarama ilgirki oyatda ayol tanlashni bizga qanday shaklda tanlash, erni qanday shaklda tanlash, ya'ni nikah masalasiga qanday tayyorlik qilishni o'rgatgan bo'lsa, bu oyatda endi shu nikahdan keyin kelgusi avlodlarga, kelgusi hayotga nisbatan sanadigan birinchi qadamni qanday boshlashni o'rgatadi bu oyat. O balaninki har shakli sana nisbatan, unda o shaklda birilgan har qanday balaning her şekli sana nispeten yaşlı. Yaşlısımı bayatın diginimizdeki sana kıyametki kadar sadaqa cariye olurdu. Ölüp ketken takdirdimi? Sen onun savab ümit kılıp inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah badi, Allah aldı deyip savab ümit kılsan bu balı sana nispeten dövzakten bir tusalınız olurdu. Dövzakının işkini taqaydı. Demek yani ki senin toy kılıp başlanılan birinci günün senin kelgüsün kılan hazırlık. Meyli o balan yaşasın ya ki vefat tapsın. Şuna aşka iş hayırlık bilen başlanış gerek. Bu ya da huşunu yo'qotmasliging kerak. O'yg'oq holatda o'zingning nima qilayotganligingni, kelgusiga qadam elayotganligingni bilib turib qilishing kerak har qanday ishni demakchi. Undan keyingi oyatning oxirisida vattaqulloh va alamu annakum mulaquhu va bashiril mu'minin. Ya'ni Allohdan qo'rqinglar degani. Davomli Allah'ın əsədiği iş, məscid və başqa işlər emas. Hayat musafirlərinin, hayat basqışlarının hər bir tərəflərində biz Allah'ını əsləş, Allah'ını yad etib turub başlaş, bununla məcbur. Bu işlərini bunundan başqa şəkildə qilish arqali Allah'ın qəzəbindən saqlanışımız kerak. Mana bunun özü vattaqullaha şu. Başta Allah'tan qorquşda, hər işdə Allah'ını əsləşdə bizdə şunda bir işenç oluş kerak ki, mən Allah'a uçuruşuma ölgəndən keyin Allah'ın qışqırma, şu bu işlərini manda şəkildə qilishim kerak degan bir ideyada qilishim kerak. Bunun da şək qılmaslıqın kerak. Əgər maşta qilib vaqtında sen işlərini aşda Allah göstərən təlimat boyunca qılsan və bunun da sen istiqallanda bir cəzmiyyət bolsa, Allah uçuşman degan bir cəzmiyyət bolsa, bunun tam işənsən cennet bilen hoş bir şarat asan buldu. Ve beşiril mu'minin ki sana cennet şu vakitte bulundu. Cennet hoş bir şaratını al şu vakitte davadıdı. Ondan ikinci ayette 224. ayette Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ davadıdı. Bu ilgirki mezmunun ayrı bir mezmun. Ayetni qisqacha bir tarjima qilsam, sizlar yaxshilik qilish, taqvolik qilish, kishilarning o'tirini isloh qilish kelgan vaqtida qasam qilib qo'yganlar uchun Allohni to'salg'i qilib olmanglar. Alloh hammani anglab, bilib turadi. Endi oyatda 3 turlik ishni tilga oladi. Birisi boshqalarga yaxshilik qilish. Ikkinchisi Allohdan qo'rqish. Üçüncüsü kişilerin oturunu ıslah kılış. Ama bu hemmisi insandan ma'lum derecede bir bedel talep kıladığan işler. Başkaları yaxşılık kılış için mi ma'lum capa tatımız, yani ma'lum nesizden vazgeçimiz. Günah ma'asiyetin Allah'tan korkuş degeni günah ma'asiyetin saklanış degen buludu. Günah ma'asiyetin saklanışının mı bir bedel olurdu, öteydiğen bedel olurdu. Yani onun ma'lum capası, meşakkıt olurdu. Ondan keyin kishilarning o'tirini isloh qilish degani xalqning o'tirini isloh qilish uchun tatadigan bir azroq xafaligimiz, jafoyimiz bo'ladi, to'laydigan bedelimiz bo'ladi. Endi bir qism kishilar bir ishni qilmayman deb qasam qilib olib, shuningga shu qasamni bahona qilib, men bu ishni qilmaslikka qasam qilgan deydigan bir ahvol. Masalan, birovlar bir narsa deyishib qiliblam, "Xap, shuni bilan ko'rishadigan bo'lsam, shuni yaxshilik qiladigan bo'lsam" deb qasam qildi. Keyin uningga yaxshilik qilish to'g'ri kelsimi, men qasam qilib ekanman. Men yaxshilik qilmaymiz. Ba'zi bir ishlarni qilishga qasam qilamiz. Shuni o'ylaylam, qasamni bahona qilib turib, gunoh ma'siyat olsin qilamiz. Ya gunoh ma'siyat olsin yonmaymiz masalan.
Ahval müşta oldu. Yani qasimini bahane qilib boshqalarga yaxshilik qilish, gunoh ma'siyatdan yig'ilish, Allohdan qo'rqish va kishilarni o'tirib isloh qilishdan o'zini tortib oladigan kishilar bo'ladi. Bu Allohdan qo'rqqanni bana qiladi. Yani qasam qilibdimi Alloh bilan? Qasamning kafarati masalan jinoyat ig'ir. Yani islom mush oyatda bizga bir narsani da'vatudiki, qasam qanchalik muqaddas bo'lsa, Allohning nomi bilan qasd qilgan qasam qanchalik muqaddas bo'lsa, yaxshilik qilish shunchalik muqaddas, Allohdan qo'rqish shunchalik muqaddas, kishilarni o'tirib isloh qilish shunchalik muqaddas. Qasam naqadar muhim ish bo'lsa, islomning tub asosiy maqsadlaridan, maqosidlaridan. Shunga animaningga suqashtirib, ma'nomaningga bahona qilib va qilama. Alloh bilan qasam qilib qo'yiblar. Men yaxshilik qilmaydim, qasam qilib qopti ekanman. O yaxshilik qilmaydim, men ishni qilsam bo'lmaydi. Qasam qilib qopti ekanman. Qasam qilib qopti ekanman, palondan ko'chmaydim, shu ishni o'tirni isloh qilish. Meni qo'limdan kelmaydi degandek ishlar bo'lmaydi. Orda asli lug'at ma'noda bir narsaning o'tirdiga to'soq. Ular yuzimizni to'sib olsak, quyoshdan ma to'sib olgan qo'limiz orda bo'ladi. Ya'ni oyat shuna da'vatudiki, Allohni yaxshilik qilish, taqvolik qilish, kishilarni o'tirib isloh qilishdan to'soq qilib qo'ymaganki qasam olmoqchi. Men qasam qilib qopti ekanman, qasam qilmagan bo'lsam, qildim deb xuddi ma yaxshi, ma go'zal ishlar, islomning asosiy prinsiplari Alloh sababli qilinmagandek bir holatni shakllantirmoqqa o'tirib da'vat. Oy palani bir yordam ehtiyoj ekan, sizlar yordam qilsa desa, men o'sha odamga besh qilmaslikqa qasam qilgan. Yani xuddi sen ashno yaxshilik qilishning, qilmaslikning sababchisi Allohdek o'rtaga chiqaryapsiz yani. Allohning nomi bilan qasam qilmagan bo'lsam qildimda, xuddi Alloh seni cheklayotgandek. Holbuki Alloh yaxshilik qilishga buyuradigan zot emas bu. Shunga buningga bizga qanday qilyapti? Eskartib, bunda qasam qilish to'g'ri emas aslida. Ammo qasam qilinib qolgan bo'lsa, qasam qilgan ishidan yaxshiroq ishdan birini ko'rgan bo'lsa, qasamini buzsin, qasamiga kafarat versin va yaxshi ishni qilsin. Chunki yaxshi ishdan birini qilmayman deb qasam qilganligi Allohni mush ishni qilmaslikka sabab qilib vosita qilganlik bo'ladi. Holbuki Alloh yaxshi ishlarning qilinmasligini xohlamaydi. Ya'ni yaxshi ishni qilishni xohlaydi. Holbuki Alloh yaxshilikqa buyuradigan zot Alloh. Taqvolikqa buyuradigan zot Alloh. Kishilarning o'tirini isloh qilishga buyuradigan zot Alloh. Alloh bu ishlarni buyurib turib, o'zining to'salg'ulab qolishi mumkin emas. Shunga biz qasam bilan Allohni bu ishlardan to'sadigan bir sabab qilib qo'ysak bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda Alloh bu oyat orqali nima demakki? Islomning asosiy tub maqsadlarini bizga himoya qilib saqlayotganki, yaxshilik islomning tub maqsadlaridan birisi bu. Hech qanday sabablik, hech qanday bahona bilan, hech qanday bir sabab bilan to'xtab qo'yish bo'lmaydi. Taqvolik islomning asosiy maqsadlaridan birisi, ruhiydan birisi. Buni har qanday bir bahona bilan tashlashga bo'lmaydi. Kishilarning o'tirini isloh qilish islomning tub negiz siyosatlarining, prinsiplarining birisi. Buni har qanday bir sabablik buni buzishga, buni qilmaslikqa bo'lmaydi. Qasamni buzsa, yaxshilikni qilsa, taqvolik qilsa, kishilarning o'tirini isloh qilsa, Alloh bilan to'qinishib qolmaslik uchun, Allohning shariati bilan to'qinishmaslik uchun. Chunki Alloh shu ishlarni buyuradigan zot va Alloh u ishlarni qilmaslikka sabab bo'lib qolsa bo'lmaydi. Alloh u ishlarni qilmaslikka sabab bo'lmaydi. Bu yerda 3 ish tilga ilindi. Birisi yaxshilik qilish, taqvolik qilish, isloh qilish. Bu nima demak? Yaxshilik qilish degani boshqalarga uzluksiz yaxshilikni yetkazish. Taqvolik qilish Alloh bilan bo'lgan o'tirindagi aloqaning eng go'zal shakli. Va yaxshilik qilish insonlar bilan bo'lgan o'tirindagi aloqaning go'zal shakli bo'lsa, taqvolik qilish gunoh ma'siyatni yig'ilish degan gap bu. Gunoh ma'siyat yo'q inson bilan Allohning orasi intayin go'zal bo'ladi. Ya'ni inson bilan bo'lgan aloqaning go'zal tarafi, Alloh bilan bo'lgan aloqaning go'zal tarafi salom emas, boshqa insonlarning o'zaro birisi bilan bo'lgan aloqasining go'zal tarafi, ya'ni isloh qilish. Bu shakllangan vaqtda biz ilgirki bir oyatda o'qigan silmiga umumyuzlik kiringa degan hukm misal shakllanadi. Silmini biz shu vaqt islom, tinchlik, muqimlik dedik ya. Ya'ni bir jamiyatning umumyuzlik islomga kirishi, umumyuzlik tinchlikka kirishi, umumyuzlik bir bilan maslashishi
kelishib o'tishi deb tushunsak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo dal mushu nuqtani umumlashtirmoqchi. Allohni bana qilib turib, bu yo'llardan bir yo'lniki to'sab qilishni asla qana qilmaydi, xohlamaydi. Endi musha kelgan vaqtida islom qasamdan yenish, qasamni buzish, kafarat berish masalasiga sal qana qo'ydi, yo'l qo'ydi. Yo'q, ya'ni qasamini buzib, chunki ma qasamdan yaxshi ish ol. Qasamini buzib qana qilish kerak? Yaxshilik qilish kerak, taqvolik qilish kerak. Da'vo azarlashib qolganning o'ttirini isloh qilish kerak. Ya'ni bir jamiyatda yaxshilik qilinsa, günah ma'siyatdan saqlansa, o'zaro jangijidal qilib azarlashib qolganlarning o'tirisi isloh qilinsa, bu jamiyat udkhulu fis-silmi kaffa Sura Baqaraning 208-oyat o'qidik biz. Shu oyatning tahtiga kirgan bo'ladi jamiyat bo'ladi. Har bir inson har qanday bir sabab bilan, dedikki bu sababning eng cho'ng qasam bo'ladi. U bu sababni ko'rishi mumkin, buning eng cho'ng qasam bo'ladi. Men qasam qilib ketganman deydi. Buni bahona qilib turib, bu buyruqdan keyinga chekinsa, islomning tub asosiy maqsadlaridan birisi bo'lgan yuqorqi yaxshilik qilish, taqvolik qilish va isloh qilish. Bulardan keyinga chekinmas bo'lmaydi. Bir misol keltiraylik. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni bilasizlar. Mistah bir Iroq to'qqoni bu. Mistah mu'minlarning onasi Aisha radhiyallohu anha onamizga tuhmat chaplanish vaqasida tuhmat chaplag'uvchilarning gap taqatlarning ichidan o'rnab qolgan. Buni taqim xulosalasak, Rasululloh bilan Bani Mustalaq g'azotga chiqqan Aisha radhiyallohu anha vaqt ijab tushib bo'lgan. Ayollarni manda kichik taxtiravandek tuguning ustiga otib atmag'adigan bir paytun deymiz, taxtiravand deymiz. Shu shaklda mangadigan. Jang oxirlashib, jangdan qaytadigan vaqtda bir aram olgan o'rinda Aisha radhiyallohu anha o'zining bir majinni yo'qitib qo'yib, majinni izlab ketgan edi. Aisha radhiyallohu anha o'zi kichik, badani yengil o'g'achqa safarning hozirlikni qildiganlar taxtiravandni iplam tugun ustiga oladi. Kishida Aisha bormi, yo'qmi farq etmaydi. Chunki badani yengil, ya'ni vazn. Bular safarga davom qiladi. Aisha radhiyallohu anha qaytib kelgan vaqtda hech kim yo'q. Saqlab o'ltirdi. Undan keyin qo'shinning keyindan mangan Safvan ibn Muattal ismli kishi burun Aisha radhiyallohu anhani ko'rgan vaqtda yiroqdan turgan, kelib tugusini cho'ktirib, yiroqlashgan tuguga mingan, bu shaklda Madinaga yetib kelgan. Shuni bilan Abdullah ibn Ubay ibn Salul boshchiligida munofiqlar bu to'g'risida keng kushada so'z cho'chak gap so'zlarni taqishga boshlagan. Buning dard azoblari, g'am g'uslari Aisha radhiyallohu anhani uzun mezgil qiynadi. Aisha radhiyallohu anha birisi Abu Bakr radhiyallohu anhuning qizi. Buningdan mütəsi Rasulullohning ayoli. Ya'ni büyük birisi payg'ambar, birisi payg'ambardan qapqas o ma'nosidagi eng yaxshi odamning izzat obro'yini. Birisining qizi, birisining nimasi ayoli. Abu Bakr radhiyallohu anhu Aisha radhiyallohu Rasulullohninki do'sti. Balkim Aishadan boshqa bir ayolga mashta tuhmat to'qilgan bo'lsin, balkim shu ishning aynısını qilishi mumkin-di. Maash munda bo'lgandan keyin mustahkaldikin, ishlar oyoqlashib Aisha radhiyallohu anhaning pokligi osmondan vahiy orqali tushdi. Masala hammasi oydinlashdi. Ammo Mistah Abu Bakrninki tuqqun etdi. Buningga har oylik ma'lum chiqimlarini berib, ya'ni xabar oladi. Shu ishdan keyin Alloh bilan qasamki, men ma'ninga bemo'chan bermayman dedim, bir tin bermayman dedi. Nimishqa bu tuhmat xorlar bilan so'z so'zak taqat qolganning qatoridan o'rnab qoldi. Mesela oshkora. Balkim siz biz mashta qilamiz. O bizning keyingi gapda qolgan odamga bir yaxshilik qilish emas, qarabmi qo'ymaymiz endi. Mesela bu. Bu mesela Aisha o'g'alliq emas. Aisha radhiyallohu anhadan boshqa odam bo'lsa-mu, ashta qilishi aniq. Bu insonlik o'lchimi bizdeki. Biz mashta qilamiz. Ammo haqning o'lchimi boshqa. Kamaliyat o'lchimi boshqa, go'zallik o'lchimi boshqa, fazilat o'lchimi boshqa Allohning nazaridagi. Alloh subhanahu va taolo
bunun asli to'g'ri bo'lgan yo'lni bayon qilib sura Nurning 22-oyatida va la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a ay yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Qo'l ilkidi ba. Boshqalarga yaxshilik qilaydiganlar arangladin. Yaqinlarga, miskinlarga, muhojirlarga, Alloh yo'lida ijod qilganlarga qana qilsin, chiqim qilishdan, berishdan keyiniga qasam qilib chekinamisin. Bo'lgan ishlarni afu qilib qilishdan chiqarib olsin, ütib olsin, bo'lmagan hisoblasin. Allohning sizlarga afu qilishni yaxshi ko'ramsizlar. Alloh sizni afu qilsin deydi ekansizlar, siz boshqalarga afu qilishingiz kerak. Acaba siz boshqalarga afu qilmaysizlar, Alloh sizlarga afu qiladi. Vallohu g'afurur rahim deb bu yerda alohida oyat tushdi. Ya'ni Allohning seni afu qilishini, mag'firat qilishini yaxshi ko'rsang, sen sana eskilik qilganlarni afu qil. Chunki seningmi Allohga qilgan nice nimalaring bor, yomonliklaring bor. Alloh seni kechirsin deydi ekansa, sen kishilarni kechir. Alloh subhanahu va taolo bu oyatni Abu Bakrga dedi. Chunki Abu Bakr ash so'z-so'zak taqatgan o'zining qizi Rasulullohning ayoli haqida so'z-so'zak taqatgan kishiningki pullarni bermedi. O pul onun pulu emas, o'zining pulisi. Xabar olayotgan, ya'ni majbur emas, majburiyat emas, ammo to'g'risib qo'ydi. Mushning o'zgilam Alloh subhanahu va taolo ma oyatni qana qildi, tushirdi. Ya'ni endi oyatning bizning bugungi darsimizga qaytsak, bugungi darsimizda qasam qilib bir ishlarni qilmaslikqa yoki bir ishlarni qilishga. Men qasam qilib qoptikanma deb boshqalar qilayotgan yaxshilikni to'xtatib qo'yish qolmaydi. Gunoh ma'siyatni qilish qolmaydi. Islohot boshqalarning o'tirini isloh qiladigan ishlardan chekinib olishga bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda Alloh Abu Bakrga shunday xitob qilyotdiki, ma'no jihatda men Alloh bilan qasam qildim, men mustahki yordam qilmayman deb dema. Yordamni qiliva, Alloh sendan rozi bo'ladi, sening qasamni buzib kafarat berishingga yo'l qo'yadi. Qasamni yo'l qo'yganmi Alloh, buzishni yo'l qo'yganmi ham Alloh. Degan shaklda, degan ma'noda oyat qana qilyapti, kelyapti. Ya'ni texmo xulosalgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali sizlarning kishilar o'tirini isloh qilish, taqvolik qilish, yaxshilik qilish qatorliq ishlaringlarningki meni bahona qilib, meni sabab qilib qasam qilib qoptikanman deb bu ishlardan keyiniga chekinishinglarga asla yo'l qo'yma, asla xohlamayman deyapti Alloh ma oyatda. Sana yaxshi eskilik qilgan bir odamga yaxshilik qilish to'g'ri kelib qolsa, sen men bu odam bilan aralashmayman deb o'zimga va'da qilgan, o'zimga qasam qilgan desh orqali maoshdan chekinishga qat'iy bo'ladi. Bir gapni deb qo'yay qardoshlar. Sana yomonlik qilgan birsiningki, sening yaxshiligingga muhtoj bo'lib qolganligini o'zi Alloh sana bergan ajoyib bir ne'mat. Bu ne'matni chon tutish uchun kerakki, u vaqtda unga yo'g'onchilik qilib yoki undan intiqom elib, masalan, burun uning qilganlarini o'ziga qaytirib berishga bo'lmaydi. Faqat Alloh seni yuqori qildi, yuqori o'rinda qildi. Sana seni uningga muhtoj emas, uni sana muhtoj qilib qo'ydi. Uning burun qilganlarini yuziga solmasliging kerak. Sen yaxshilikni qilaver. Shuni bilan sen darajang kundan kunga qana qiladi, eshidi. Bu yerda ma oyatning chiqargani shuki, qasamni buzishning o'zi og'ir bir jinoyat, gunoh. Ammo qasamdan muhim yaxshilik bobi kelgan vaqtda u yaxshilikni qilish uchun qasamni buz deyapti Alloh. Kafaratini badavatudu men gunohingni o'tay. Chunki sen bu qasamni bekor buzmading. Yaxshilik qilish uchun buzding boshqalarga, taqvolik qilish uchun buzding, boshqalarning o'tirini isloh qilish uchun buzding. Unda o'g'andan qasamingga men kengirchilik qilaman. Kafaratingni men qabul qilaman degan ma'noda qana qilyapti. Davada xitob qilyapti Alloh subhanahu va taolo. Unda boshqa payg'ambar alayhisolatu vasallamningki Imom Muslim, Tirmiziy, Imom Ahmadlar Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda qanaqa odam bir ishga qasam qilib, undan boshqa yaxshiroq ishni ko'rsa, o'sha ishni qilaversin, qasamidan kafarat bersin degan bir hadis. Demak, mayli bu hadis yoki o'qigan bu oyat olsin, Alloh yaxshilik babini, taqvolik babini, kishilar o'tirini isloh qilish babini mashtahiy qildi. Hatto qasam qilgan taqdiringdami qilsa, qasamingni buzsa, qasaming mening ustimga deydi Alloh subhanahu va taolo. Kafaratni
ketdi deyapti. Oyatning eng oxirida vallohu samiun alim. Alloh hammani anglab, bilib turuvchiligini sen bahona qilib qasamni. Yaxshilikdan o'zingni chekindirsang, ba'zi gunoh ma'siyatga kirsang, ishlarning o'tirini saqlashni chekinsang, buning niyatingning qandoqligini Alloh obdan biladi. Buning qarata yaxshi bo'lsa, yaxshi mukofot, yomon bo'lsa, yomon jazoni Alloh senga berib deb qanday o'tadi, eskartiradi. Shuning bilan bugungi darsimiz vaqt munosabatlari bilan oxirlashdi. Inshaalloh davomini, ya'ni qasamga munosabatli oyatlar va oxirisida 225-oyatdan boshlab kelasi soatlik darsda davomlashtiramiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.